Assalomu alaykum fizika ishqibozlari. 31 masala milliy sertifikatga tushgan 31 masalani ko'rib ketamiz. Bu masalada nima degan? Vodorod atomi uchun foton nurladi deyapti. Vodorod atomi 3 ta foton nurladi. Nurlagan foton impulslarini taqqoslang debdi. Endi men nima qildim? Men yozib oldim. Har bir sathga, ya'ni vodorod atomining har bir energetik sathga to'g'ri keluvchi energiyalarni, elektronning har bir sathga to'g'ri keluvchi energiyalar yozib oldim. Menga kerak bo'ladi bu. Endi nima qilaman men? Demak, biz shu yerda borning ikkinchi postulatidan foydalanib ketamiz. Borning ikkinchi postulati nima deydi? Ya'ni vodorod yuqori energetik sathdan pastki energetik sathga o'tganda chiqargan hnu energiya shu sathlardagi energiyalar ayirmasiga teng deydi. Energiya 2 dan ayiraman energiya 1 ni. Va bu energiya chiqargan energiyani beradi. Men mana shu formulaga asoslanib bu yerda birinchi uchun hnu1 energiyani topaman. Endi va impulsini hisoblab ketayin shu yerda. Demak, bizga eng kerakli bo'lgan impuls tushunchasi. Impuls bu hnu energiyani yorug'lik tezligiga nisbat orqali topamiz. Shu orqali ifodalab olamiz. Hnu energiya bu energiyalar ayirmasi. Energiya 2 bo'lsa, energiya 1. Ayirmasini yorug'lik tezligiga nisbatan orqali topiladi. Shu formulaga asosan men yozaman, ya'ni birinchi uchun hnu1 teng bo'ladi energiya 3 dan ayiraman energiya 1 ni. Chunki 3-sathdan 1-sathga o'tyapti. hnu2 energiyamiz i4 dan ayiraman i2 ni. Chunki 2 dan 4 ga o'tyapti. hnu3 energiyamiz energiya 2 dan ayiraman energiya 1 ni. Demak, mana 3 ta tushunchani bilib oldik. Bundan impulslarni taqqoslasam, ya'ni energiyalarni hisoblab chiqsam, energiyamiz nimaga teng bo'ladi? Shunda hnu1 teng bo'lib qoladi. Bizga energiya 3 necha edi? Minus demak, mana shu masalada mana shunday tushuntirib o'tib ketaman. Buni hozir yozib o'tirmaymiz. Shunda har biriga to'g'ri keluvchi impuls P1 shunda i3 minus i1 ni S ga bo'lish, P2 shunda i4 minus i2 ni S ga bo'lish, P3 shunda i2 minus i1 ni S ga nisbat orqali topiladi. Shunda bizga P1 katta P3 dan va P3 katta P2 dan, eng kichkinasi P2 bo'lib qoladi. Demak, mana shu javob bo'lib qoladi. Bizga qaysi? Demak, D javob. Mana D javob bo'lib qoladi. Endi keyingi masalamizni ko'rib ketamiz. Keyingi masalamiz aytyapti, element berilgan, elementda yadrodagi protonlarni aniqlang deyapti. Yadrosidagi neutronlarni aniqlang deyapti. Demak, neutronlar bu bizda bu yerda yozilib ketyapti. Massa soni teng bo'lyapti 207 ga. Z zaryad soni teng bo'lyapti 82 ga. Bu ikkasidan n neutronlarni hisoblasam A minus Z bo'lib qoladi. Shunda 207 dan ayiraman 82 ni. 125 ta chiqadi. 125 ta chiqadi. Xo'p, 26-chi.
energiyasi 50 millijoul bo'lgan kondensatorga g'altak ulanib, elektromagnet tebranishlar konturini hosil qiladi. Tebranish konturi davri shu millisekund bo'lsa, 20 millisekund vaqtdan keyin g'altakdagi energiyani toping debdi. 12 millisekund bo'lsa, keyin g'altakdagi energiyani toping debdi. Demak, bizda maksimal energiyamiz 50 millijoulga teng ekan. Endi mana bunday kondensator L bo'lgan kondensator maksimal energiya. Endi kondensatordagi biz zaryad qaysi qonun bo'yicha o'zgaradi? Q maksimal kosinus omega t qonun bo'yicha o'zgarardi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, energiyamiz qaysi qonun bo'yicha o'zgaradi? Energiyamiz maksimal kosinus kvadrat omega t qonun bo'yicha o'zgaradi. Endi shunda bizga aytyapti 12 sekund bo'lsa, bir marta borib kelib, bir marta g'altakka o'tadi va yana kondensatorga keladi, yana g'altakka o'tadi, yana qaytib kondensatorga keladi. Demak, shunda 12 sekund ketadi. Endi 24 sekund ketadi. Ikkita davr o'tib ketadi-da, yana 4 sekund qolib ketadi. Demak, biz shunda xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, mana buni hisoblaymiz. Demak, energiyamiz 50 kosinus kvadrat 2 pi taqsim 12 ko'paytiruv 4. Shunda 50 kosinus kvadrat 2 pi taqsim 3. 2 pi taqsim 3. Demak, shunda teng bo'lar ekan 50 kosinus 120 gradus bo'lib qolar ekan. Kvadrat 120 gradus. Kosinus 120 dan minus 1, shunda baribir kvadrat bilan 1 bo'lib qoladi, yana 50 joulga teng bo'lib qolar ekan. Demak, javobimiz mana shuni o'zi bo'lib qolar ekan. Endi keyingi masalamizda dielektrik singdiruvchanligi 2,5 va magnit singdiruvchanligi shu bo'lgan muhitning absolyut nur sindirish ko'rsatkichini toping. Bu juda oson masala. Absolyut nur sindirish ko'rsatkichi n bu ildiz ostida 2,5 mana bunday deb ketayin shuni. Ildiz ostida enol mu, mu bo'lib qoladi-da. Dielektrik singdiruvchanlik bilan magnit singdiruvchanlik. Shunda 2,5 ni 1,6 ga ko'paytiraman. Shunda 25 16 taqsim 10. Bundan chiqadi 5 ko'paytiruv 4 taqsim 10. 4 kara 5 22 chiqib qolar ekan. Demak, keyingi masalamiz. Bu masalada qanday masala aytyapti? Ya'ni nur sindirish ko'rsatkichi, ya'ni nur sindirish ko'rsatkichi 5 taqsim 3 bo'lgan suyuqlik ichida 15 santimetr radiusli havo bo'shlig'i bor. Bo'shliqda parallel nurlar dastasi tushirilsa, uning ichidagi ko'rinuvchi nurning radiusi qanday bo'ladi deyapti. Ko'rinuvchi nur degani bizda shunday bir
hozir aytib o'tib ketaman. Mana shu narsani esdan chiqarmaymiz. Shunday bir radius hosil qiladiki, mana buni ichida. Mana bu radiusimiz mana shu joyini beradi. Mana shu joyini R harfi bilan belgilab qo'ydim mana. R harfi bilan belgilab qo'ydim. Mana shu joyini beradi. Ya'ni undan u yog'iga to'la ichki qaytish hodisasi ro'y bermay qoladi. U yog'iga nurlar qaytib ketaveradi. Undan kichigida ichkariga qaytadi. Eng maksimumi mana shu. Demak, mana shunda R radius hosil qiladi. Demak, bu yerda to'la ichki qaytish hodisasi ro'y beradi. To'la ichki qaytish hodisasi nima edi? Sinus alfa normalga nisbatan alfa burchagi ostida tushyapti, tush burchagi va sinus 90 da qaytib ketyapti. Shunda havoning sindirish ko'rsatkichi 1 5 taqsim 3. N2 1 5 taqsim 3. Bundan kelib chiqadiki, sinus alfa teng bo'lib qolar ekan 3 taqsim 5 ga. Sinus alfa 3 taqsim 5 ga. Endi sinus alfani 3 taqsim 5 ni topdik. Endi sinus alfamiz boshqa taraflama nimaga teng? Ya'ni sinus alfamiz boshqa taraflama mana bu joyda oladi. Qarshi takatetning gipotenuzaga nisbat. Sinus alfa bu kichkina r ni katta r ga nisbat. Shu ikkalasini buni ham topdik. Bu ikkalasini tenglashtiradigan bo'lsak, demak 3 taqsim 5 teng bo'lar ekan kichkina r ni katta r. Bizga necha deyapti? 15 deyapti. Katta m 15 deyapti. Demak, mana buni ikkalasini qisqartiradigan bo'lsak, mana bu 3 tadan bundan kelib chiqadiki, radiusimiz 9 sm bo'lib qolar ekan. 9 sm radiusli ichida 9 sm radius ko'rinar ekan. Demak, javobimiz mana bu qiymat bo'lib qolar ekan. Demak, keyingi masalamiz. Demak, bu masala Xo'p, nima qilamiz bu masalada? Xo'p, n formulamiz qanday bo'ladi bu masalada? Demak, 1 millimetrda 250 ta shtrix bor diffraksiya panjara orqali ekranda hosil qilinayotgan 4-tartibli maksimumning 30 burchagi ostida ko'rinadi. Panjaradagi tushayotgan to'lqin uzunligini toping. Panjaraga tushayotgan to'lqin uzunligi qanday? Masalan, oldin menimcha ishladik, bu masalani. Bunda qanday bo'ladi? Formulasi d sinus tush burchagi alfa bu k nechinchi maksimum bo'lsa shu va lambdaga teng bo'ladi. Bu shu formulasi. Endi buni qanday ishlaymiz? Bizga d ni qanday topaman? D ni necha millimetrga? 1 ko'paytiruv 10 usti minus 3 masofaga to'g'ri keluvchi 250 ta. 250 ta. Bu diffraksiya doimiysini beradi bizga. Diffraksiya doimiysini beradi. Diffraksiya doimiysini topib olsak, demak bu yerda 4 10 usti minus 6 ga teng bo'lib qoladi. Endi demak bizda mana bu joyda nima so'rayapti? Bizga bu yerdan lambdadan so'rayapti. Lambda to'lqin uzunligini topsak 4 10 usti minus 6 ni ko'paytiraman. Sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga. Shunda bo'laman nimaga? K ga 4-tartibliga. Bular ham qisqaradi. Shunda u 2 10 usti minus 6 ga teng bo'lib qolar ekan. Bu degani yo'q. 0.5. Uzr, mana shu joyda adashib ketdim men. Demak, bu yerda 0.5 10 usti minus 6. Bu degani 500 nanometr bo'lib qolar ekan.